Alaykum, mana mushlimkalarim, mana kanalimga xush keldinglar. Bugun sizlar bilan уборка time qilamiz. Undan oldin menga подписка, ya'ni obuna va like bosishni unutmanglar. Bahorgacha 100 ta bo'laylik, iltimos. Obuna qo'ying. Qani, unda boshladik. Kosmetika narsalarim, xo'jalik narsalarimni hozir bu yerdan olib tashlab, changlarni artib, boshqadan to'g'rilayman. Alov-shalov bo'lib ketgan changlarni artib oldim. Qolgani esa ASMR. Kosmetika, xo'jalik narsalarimni to'g'rilab bo'lganimdan keyin, taxlab bo'lganimdan keyin ikkinchi joyga namoz narsalarimni, joy namozlarimni to'g'rilab qo'ydim. Pastiga esa sochiqlarimni, o'zimni daftarchalarimni qilib qo'ydim. Ya'ni kerakli narsalarni taxlab qo'ydim va dars stolimga taxladim. Dars stolim tagiga ingliz tili kursimdagi narsalarni, kitoblarimni va pakkanlarimni taxlab, dars stolimni yaxshilab artab, joyimni to'g'irladim. Singlimni joyini to'g'irladim. Keyin uyni supurdim. Uyni supurgan videom ololmadim. Shunga menga like va obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Bahorgacha 100 ta bo'ling, mayli, xayr.